Dasturimiz davom etadi. Navbatdagi lavhamiz Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan taqdim qilingan bo'lib, unda aholi murojaati ijobiy qanoatlantirilgani haqida so'z boradi. Mamlakatimizda davlat idoralariga aholidan kelib tushayotgan murojaatlarni o'rganish, muammolarga yechim topish, ularni qonun doirasida hal qilish ustuvor vazifa etib belgilangan. Shu o'rinda ichki ishlar organlariga ham fuqarolardan ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. Jumladan, maxsus 102 tizimi orqali qilinayotgan murojaatlar Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan muntazam o'rganib boriladi. Joriy yil Zangiota tumanidan 173 ta murojaat tushgan bo'lib, asosan tirbandliklar masalasi ko'tarilgan. Tahlillarga ko'ra murojaatlarning 92% tumanning Tariqteshar mahallasi hududiga to'g'ri keladi. Ayni vaqtda Toshkent viloyati Zangiota tumani Tariqteshar mahallasi hududidan o'tgan avtomobil yo'lida turibmiz. Ushbu avtomobil yo'limiz M39 Toshkent-Termiz, ya'ni xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan avtomobil yo'li bilan tutash bo'lib, Zangiota tumanidagi ya'ni ichki avtomobil yo'llari bilan bog'laydi. Ushbu joyda transport vositalarini yer osti o'tish joyi ham mavjud. Zangiota tumanidagi kelib tushayotgan murojaatlar tahlil qilinganda tirbandlikning 92% aynan ushbu joyda yuzaga kelayotganligi va ushbu joylardan murojaatlar kelib tushayotganligi ma'lum bo'ldi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan mavjud, ya'ni murojaatlarga yechim, tirbandliklarning oldini olish maqsadida ushbu joyimizga bir necha ya'ni svetoforlar o'rnatildi. Shuningdek, piyodalar uchun piyodalar o'tish joylari tashkil etildi. Hozirda ushbu joydan ya'ni murojaatlar kelib tushmayapti, tirbandliklar yuzaga kelayotganligi yo'q. Faqatgina yo'l harakati ishtirokchilaridan ushbu joylarda amaldagi yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz. Amalga oshirilgan ishlar sababli mavjud muammo to'liq bartaraf qilindi. Tahlillar asosida ma'lum bo'ldiki, ishonch va qisqa bog'lanish raqamlariga tirbandlik bo'yicha xabarlar kelib tushmadi. Asosiysi hududda istiqomat qiluvchi aholi, harakatlanuvchi haydovchilar va piyodalar amalga oshirilgan ishdan mamnun. Endi harakat ishtirokchilaridan faqatgina ushbu kesishmada belgilangan tartiblarga amal qilish talab etiladi. Shuni ham ta'kidlash joiz. Mazkur kesishmada yo'l harakati xavfsizligi xizmat xodimlari tomonidan harakatni to'g'ri tashkil etish, raqamlashtirish orqali yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida intellektual kameralar o'rnatish rejalashtirilgan.